13-modda soliq agentlari. Mana soliq munosabatlari subyektlarining bir o'ziga xos subyektlardan bittasi bu soliq agentlari hisoblanadi. Mana bitta subyekt bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'tdik, soliq to'lovchi bo'yicha. Demak, soliq to'lovchi kimlar, ularning huquqlari va majburiyatlarini sanab o'tdik. Qo'ldan kelgancha sharhlarni berdik. Mana ikkinchi subyekti, ya'ni soliq munosabatlari subyektining ikkinchi subyektlaridan biri bu soliq agentlari hisoblanadi. Bu o'ziga xos subyekt. Bu ham soliq to'lovchi aslida. Lekin soliq agenti deb nomlanishidan maqsad mana birinchi moddaning birinchi qismida ta'rif berilgan. Ushbu kodeksga muvofiq zimmasiga soliqlarni hisoblab chiqarish, soliq to'lovchidan ushlab qolish va budjet tizimiga o'tkazish majburiyati yuklatilgan shaxslar soliq agentlari deb e'tirof etiladi. Demak, ular aslida boshqa soliq to'lovchining solig'ini undan ushlab qoladi va hisobotni shu budjetga hisobotlarni topshirib soliqni to'lab beradi. Ya'ni aslida u soliq agentiniki emas. U aslida u soliq to'lovchiniki, boshqa soliq to'lovchiniki. Lekin shunday tizim yaratilganki, soliq agenti undan soliqni ushlab qoladi va budjetga hisobotni topshirib, budjetga to'lab beradi. Bu tartib joriy etilishidan maqsad asosan narigi tomonda, ya'ni soliq to'lovchi tomonda O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tmagan soliq to'lovchilar bo'lishi mumkin yoki asosan jismoniy shaxslar bo'lishi mumkin va ularni soliq to'lash ehtimolligi kamroq bo'lganligi va ular soliq to'lashni osonlashtirish, ya'ni ulardan baribir jismoniy shaxslardan soliqlarni olish budjet uchun sal qiyinroq yoki boshqa ro'yxatdan o'tmagan soliq to'lovchilardan soliqni olish budjet uchun sal qiyinroq masala. Ulardan olishni osonlashtirish maqsadida budjet tizimiga shunday qulayliklarni yaratish maqsadida soliq agentlari ham o'ylab topilgan. Bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor, xalqaro qonunchilikda ham soliq agentlari mavjud. U boshqa davlatlarda ham xuddi shunday soliq agentlari o'sha soliq to'lovchilardan daromadni to'lash paytida soliqlarni ushlab qoladilar va budjetga to'lab beradilar. Bu normal holat aslida olganda. Endi lekin bu ham e'tiborsizlik bilan qaralsa juda ko'plab oqibatlarga olib keladi. Jarimalarga, qo'shimcha soliq hisoblanishlariga olib keladi. Chunki majburiyat soliq to'lovchidan soliq agentiga o'tadi. To'liq majburiyat. Shunga e'tibor qaratish kerak. Soliq agentlariga o'zi 3 xil soliq turi bor. Mana hozir jadval qilib chiqqanmiz. Mana jadvalda qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bor. Mana shu 3 ta soliqda soliq agenti ishtirok etadi. Soliq to'lovchidan soliqni, daromadni hisoblash paytida ushlab qoladi-yu, budjetga to'lab beradi. Mana bu yerda mana yuqoridagi nimada ustunlarning nomlarida shu soliqlarning turlari yozilgan. Bu yerda qatorlarning nomlarida soliq to'lovchilar yozilgan va bular soliq agenti deb nomlanadigan soliq agentlari yozib chiqilgan. Masalan, qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha ikkita holat mavjud. Birinchisi, soliq to'lovchilar sifatida soliq organlarida hisobda turmagan chet ellik shaxslardan olingan tovarlar, xizmatlar bo'yicha. Bu soliq kodeksining 255-moddasida yana bunga to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Mana bu yerda 1-kod va 29-kodlar. Mana O'zbekiston Respublikasi yuridik shaxslari soliq agenti hisoblanadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar soliq agenti va O'zbekiston Respublikasida faoliyatini doimiy muassasa orqali amalga oshiruvchi chet el yuridik shaxslari ham soliq agenti hisoblanadi. Mana aynan shu soliq uchun, HQS uchun soliq kodeksi 255-moddasida keltirilgan HQS uchun mana 3 ta soliq agent, 3 xil turdagi soliq agenti mavjud. Xuddi shunday davlat mulki bilan operatsiyalarni amalga oshirilganda mana 175-kod va 175-kod bular ijaraga berilganda va sotilganda. 175-kod agar sotilganda bo'lsa, mana O'zbekiston Respublikasi yuridik shaxslari, yakka tartibdagi tadbirkorlar va doimiy muassasalar keyin mana soliq to'lovchining mol mulkini ishonchli boshqarishni
amalga oshiruvchi ishonchli boshqaruvchi. Ushbu soliq turi bo'yicha soliq agenti hisoblanadi. Foyda solig'ida mana 35-kod bu dividendlar foiz ko'rinishidagi to'langan daromadlarga. Bu yerda 35-kod bor yuridik shaxslar uchun, yana 138-kod ham bor. Bu jismoniy shaxslarga to'langan dividendlar bo'yicha. Endi norezidentlarning daromadidan to'lov mobaynida ushlab qolinadigan foyda solig'i bu 137-kod bo'yicha mana sanab o'tilgan kimlar soliq agentligi mana bunaqa belgi qo'yilgan, galchka belgisi qo'yilganlarda soliq agenti hisoblanadi bular. Endi videoni pauza qilib jadvalni o'zingiz yana bir bor o'qib chiqishingiz mumkin yoki ko'chirib olishingiz mumkin, o'zingiz uchun shparalka sifatida foydalanishingiz mumkin ma'lumot uchun. Va eng ko'p mana 3-solig'imiz bu jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. Endi asosiy soliq agenti sifatida barcha tashkilotlarda xuddi shu soliq turi bor 46-kod bo'yicha. Bu yerda mana yana 186-kodni ham qo'ysa bo'ladi, ijaradan olingan daromadlarni ham shu yerga yozsa bo'ladi. U ham jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha. Demak, u uchun mana ko'ryapsiz, deyarli barcha xo'jalik yuritish subyektlarining turlari deyarli barchasi soliq agenti bo'lib xizmat qiladi. Demak, mana bu yerdan shu narsani aytish kerakki, mana soliq to'lovchilar o'zi boshqa kishi. Masalan, norezidentlarning daromadidan to'lov mobaynida ushlab qolinadigan foyda solig'i. Bu yerda soliq to'lovchi o'zi norezident. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. Bu yerda o'zi boshqa jismoniy shaxs soliq to'lovchi, lekin soliq agenti yuridik shaxs, qaysiki aynan norezidentga yoki jismoniy shaxsga uning olgan daromadi uchun soliqni ushlab qoladi. Endi soliqlar qachon ushlab qolinadi, qachon byudjetga hisobot topshiriladi va qachon to'lab beriladi deyilgan savolga, masalan, mana norezidentlardan olinadigan daromad solig'ida norezidentlarga daromad hisoblandimi? Bo'ldi. O'sha paytda mana bu norezident o'z vazifasini bajargan hisoblanadi. Ya'ni daromad solig'i undan ushlab qolindimi, daromaddan foyda solig'i ushlab qolindimi? Demak, u o'ziga yuklatilgan majburiyatni bajarib bo'lgan. Keyingi majburiyat soliq agentiga tushadi. Soliq agenti o'z navbatda ushbu soliqni byudjetga to'lab berishi kerak. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i ham xuddi shunday. Masalan, oy yakuniga yetdi, siz qaysidir ishchi xodimni ishga yolladingiz, bir oy tugadi, mana masalan 31-oktyabrda oy tugadi, unga 8 million so'm miqdorida oylik hisoblagan bo'lsangiz, mana shu 31-oktyabr kuni siz oyliklarni hisoblaysiz, ish haqlarini hisoblaysiz. 8 million so'm, demak undan chiqadigan soliq summasi 960 ming so'm, 12% ga hisoblaydigan bo'lsak, 7 million 40 ming so'mni, ya'ni qo'liga tegadigan summani siz 5-sanagacha yoki 11-sanagacha, noyabrning 11-sigacha to'lab berishingiz mumkin. Unda muammo yo'q. Soliq mana jismoniy shaxs 31-oktyabr kuni o'zining soliq majburiyatini bajargan hisoblanadi. Chunki siz ushlab qoldingiz, bo'ldi. Mana oylik ish haqlarini hisoblayotgan paytda ushlab qoldingiz. Endi bu yog'i siz, ya'ni soliq agentining majburiyati, uni hisobot bor, 15-sanasigacha, 15-noyabrgacha hisobot topshirish kerak. Hisobotni shakllantirib, o'z vaqtida topshirib va aynan o'sha hisobot sanasigacha 15-noyabrgacha o'sha 960 ming so'm soliqni byudjetga to'lab berish kerak. Bu vazifa soliq agentiga yuklatilgan. Qolgan xuddi shunday boshqa soliq turlarida ham, soliq agenti ishtirok etadigan turlarda ham xuddi shunday sistema ishlaydi. Demak, o'sha daromad hisoblanganda bo'ldi. Bu yerdagi soliq to'lovchilar o'zini majburiyatni bajargan bo'ladi. Qolgan majburiyat soliq agentiga tushadi. Soliq agenti hisobotni, maxsus hisobotlar bor. Hisobotlarni topshiradi o'z vaqtida va o'z vaqtida byudjetga o'sha soliq summasini to'lab beradi. Agar shu operatsiyalarda buzilishlar bo'lsa, ya'ni o'z vaqtida hisobot topshirilmasa yoki o'z vaqtida soliq to'lanmasa, soliq agenti javobgar hisoblanadi. Chunki u soliq to'lovchidan soliqni ushlab qoldi. Endi bu yog'iga o'zi operatsiyalarni amalga oshirishi kerak edi.
amalga oshirmadi, demak javobgar soliq agenti hisoblanadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, keyingi qismi moddani soliq agentlari agar ushbu kodeksda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, soliq to'lovchilar kabi huquqlarga ega bo'ladi. Mana soliq to'lovchilarning huquqlarini sanab o'tgandik. 21-moddada mana soliq to'lovchilarning huquqlarini, xuddi shunday huquqlarga soliq agentlari ham ega. Tekshiruv amalga oshirsa ham soliq agentlari masalan o'z vaqtida to'lab bermaganligi uchun ular javobgar hisoblanadi. Soliq to'lovchilardan o'z vaqtida ushlab qolmaganligi uchun ham soliq agentlari javobgar hisoblanadi. Demak, xo'p, endi soliq agentlarining majburiyatlari. Soliq agentlari xuddi soliq to'lovchilar kabi majburiyatlarga ega. Mana 22-moddaga majburiyatlarga ega. 22-moddani biz o'tdik, tushuntirib o'tdik. Endi 23-moddada yana qo'shimcha ularga majburiyatlar yuklatilyapti. Birinchisi bu soliqlarni to'g'ri va o'z vaqtida hisoblab chiqarishi, ushlab qolishi hamda budjet tizimiga o'tkazishi. Mana yuqorida aytib o'tgan misolimizda ularga majburiyat yuklatilyapti. O'z vaqtida to'g'ri hisoblashi, soliq to'lovchilarning solig'ini bular hisoblab berishi, ushlab qolishi ulardan ushlab qolish ham ularning majburiyati. Ushlab qolish kerak albatta. Va budjet tizimiga to'lab berish kerak, o'tkazish kerak. O'tkazish deyiladi. Ya'ni xuddiki ulardan solig'ini olib, ushlab olib budjetga o'tkazib berish kerak. O'rtada vositachi kabi ishlash kerak soliq agenti. Lekin vositachi bo'lganda ham barcha mas'uliyat unga yuklatilgan holda bo'ladi. Barcha mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan vositachi bo'ladi. Bunday vositachilar bo'lmasa kerak. Endi keyingisi soliq organlariga soliqni ushlab qolish imkoniyati yo'qligi va soliq to'lovchining soliq qarzi summasi to'g'risida bunday holatlar soliq agentiga ma'lum bo'lgan kundan e'tiboran 1 oy ichida yozma ravishda yoki elektron shaklda xabardor qilishi. Mana bu holat ham juda qiziq majburiyat. Endi mana yuqorida soliq turlarini ko'rib o'tgandik. Soliq turlarini. Qo'shilgan qiymat solig'ida bunday holat kuzatilmaydi. Ya'ni har doim ham ushlab qolish kerak. Ya'ni xabarnoma yuborish ehtiyoji yo'q bu yerda. Har ikkala holatda ham xabarnoma yuborish iloji yo'q. Ya'ni imkon o'zi shart emas. Ya'ni har doim ham ushlab qolinadi bu soliqlar. Foyda solig'ida ham xuddi shunday. Har doim norezidentlardan ushlab qolish majburiyati bor. Mana bu yerda dividend foizlarda ham har doim ushlab qolish majburiyati bor. Chunki bular barchasi pul bilan bog'liq mana. Pul to'lanadi. Pul to'lab berasiz. Pul to'lab berdingizmi? Albatta soliqni ushlab qolib keyin to'lab berish majburiyati bor sizda. Demak, xabarnoma yuborish mana bu foyda solig'i qo'shilgan qiymat solig'ida o'zi kerak emas, shart ham emas xabarnoma yuborish. Faqat mana bu jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ida esa shunday vaziyatlar bo'ladi. Siz haqiqatan ham o'sha jismoniy shaxsdan ushlab qola olmaysiz. Shunday holat bo'ladi. Ya'ni moddiy naf tarzidagi nimadir ko'chada masalan aksiya uyushtirdingiz. Qaysidir 100-chi klientga bitta mashina, Cobalt avtomashinasi sovg'a qilindi. Cobalt avtomashinasi butun holatda turibdi. Uni sovg'a qildingiz. Uni qaysidir qismini ola olmaysiz. U majbursiz undan solig'ini ushlab qola olmaysiz. Daromad olgani uchun siz undan daromad solig'ini ushlab qola olmaysiz. Shunday holatdagina agar o'shanda ham u sizning xodimingiz bo'lmasa, agar xodimingiz bo'lmasa, uni ham ish haqisidan ushlab qolishingiz kerak o'zi. Agar xodimingiz bo'lmasa, undan ushlab qolish imkoniyati bo'lmasagina mana bu soliq kodeksida mana majburiyat yuklatilgan. Mana shu xuddi shunday 1 oy ichida yozma ravishda elektron shaklda xabar qilishi shart deyilgan. Endi xuddi shunday norma, demak mana ko'rib chiqdik. Soliqlarda qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i mana shu ikkita solig'da yo'q. Bunday holat kuzatilmaydi amaliyotda. Lekin kuzatilishi ham mumkin. Bunga har qanaqa holat bo'ladi. Biznesda hech narsa deb bo'lmaydi. Agar
kuzatilsa, xuddi shunday holatlar kuzatilsa, o'zi aksariyat holda 99%, 99.9 desa ham bo'ladi, shunday holatlarda kuzatilmaydi. Agar kuzatilib qolsa, shunda xabarnoma yuborish, mana xabarnoma yuboriladi. 1 oy ichida yozma ravishda yoki elektron shaklda. Ya'ni qachonki o'sha daromad olingan, ya'ni soliq daromad olingan sanadan boshlab soliq agentiga ma'lum bo'lgan kundan e'tiboran 1 oy ichida yozma ravishda elektron shaklda xabardor qilishi. Mana tartib, mana bu shuning uchun amaliyotda qo'llanilmaganligi sababli qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'ida xabarnoma yuborish tartibi ham yo'q o'zi. Qanday tartibda xabarnoma yuborishi, bu shakli ham yo'q, alohida xabarnomaning shakli ham mavjud emas. Demak, agar mabodo sizda amaliyotda mana shu qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i bo'yicha shunday holatlar yuzaga kelsa, siz albatta endi erkin shaklda qandaydir xat bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi va natijada o'sha murojaatingizga asosan sizdan soliq hisoblash va uni byudjetga to'lash majburiyati olib tashlanadi, yechiladi. Lekin jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ida bunday holatlar bor. Shu sababli aynan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining hozir 389-moddasida, Soliq kodeksining 389-moddasida 389-moddasida mana birinchi qismi birinchi bandida ana shunday holatlar uchun xabarnoma yuborish tartibi ham bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni soliq agentlari o'zlarining soliq bo'yicha hisobda turgan joydagi soliq organiga quyidagilarni taqdim etishi shart. Demak, soliq davri tugagandan keyin 30 kun ichida soliq organlariga to'lov manbaidan soliq solinmagan moddiy naf tarzidagi daromadlar olgan jismoniy shaxslar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bilan kelishilgan holda tasdiqlangan shakldagi ma'lumotnomani taqdim etish kerak. Mana bu yerda soliq davri tugagandan keyin 30 kun ichida deyilyapti. Ya'ni soliq davri qachon? Soliq davri jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun yil hisoblanadi, kalendar yil. Demak, kalendar yili tugagandan keyin, ya'ni 31-dekabrdan keyin 30 kun ichida. Ya'ni 30 kun deyilganda bu yerda ish kuni nazarda tutiladi. Demak, 30 ish kuni ichida siz o'sha yanvar oyida 31-yanvargacha deylik, lekin aslida undan ham o'tib ketadi 30 ish kuni. O'sha muddatda siz butun yil davomida agar shunday holat kuzatilgan bo'lsa, ya'ni soliq agenti sifatida siz jismoniy shaxslardan ushlab qola olmagan bo'lsangiz soliqni, siz xabarnoma yuborishingiz mumkin. Xabarnoma yuborish tartibini aynan shu 389-moddada ko'rib o'tamiz. Qanday yuborish tartiblari boshqasi bilan to'liq ma'lumot beramiz. Yo'q, hozir ham berib o'tsak bo'ladi. Mayli, hozir tushuntirish berib o'taman xabarnoma bo'yicha. Demak, bunday holat qachon kuzatiladi deyilganda, boya sanab o'tdik, shartlarni yana bir eslatib o'tamiz. Birinchidan, o'sha xodim, ya'ni o'sha jismoniy shaxsning xodimingiz bo'lmasligi kerak, siz bilan mehnat shartnomasiga ega bo'lmasligi kerak. Ikkinchidan, bu moddiy naf tarzidagi daromad bo'lishi kerak. Moddiy naf tarzidagi, ya'ni undan soliqni ushlab qolish imkoniyati bo'lmasligi kerak. Soliqni ushlab qolish imkoniyati bo'lmasligi kerak. Bu qandaydir buyum, masalan, avtomashina, tovar bo'lishi mumkin. Undan soliqni ushlab qolish imkoniyati bo'lmasligi kerak. Shu sizga aloqasi bo'lmagan, ya'ni sizlar mehnat shartnomasi bo'lmagan boshqa shaxsga pul ko'rinishida to'lovni amalga oshirsangiz ham, undan ham soliqni ushlab qolishingizga siz majbursiz, chunki puldan qisman soliqni ushlab qolishsa bo'ladi. Garchi u ariza yozsa ham, mana ariza degan joyi ham bor. Soliq kodeksining 393-moddasida jami yillik daromad to'g'risida deklaratsiya agar soliq to'lovchining asosiy bo'lmagan ish joyidan olingan daromadlaridan soliq uning arizasi bo'yicha ushlab qolingan bo'lsa, taqdim qilinmaydi. Bundan ushbu moddaning 1-qism 5-xat boshida ko'rsatilgan daromadlar mustasno. Mana soliq agenti tomonidan ushlab qolinmagan soliq solinadigan boshqa daromadlar. Demak, bu demoqchiki,
393-moddasida agar soliq to'lovchi ariza bersa, soliq agenti soliqni ushlab qolmasligi mumkin deyilyapti. Bu qachon bo'ladi? O'zi har doim soliq agenti ushlab qolishi kerak, lekin mana avtomashina tovar berdi, o'sha paytda ushlab qolmaydi deyapmiz. O'shanda ham ariza yozish kerak. Jismoniy shaxs mayli, men solig'imni ushlab qolmanglar, men deklaratsiya asosida topshiraman. O'sha yil yakuni bo'yicha deklaratsiya asosida topshiraman deydi va undan siz arizani olasiz u xabarnomani yuborib qo'yasiz yilning oxirida. O'sha yilning boshida, keyingi yilning boshida xabarnomani yuborib qo'yasiz. Endi arizani pul shaklida yoki boshqa soliqni ushlab qolish imkoniyati bo'lsa-yu, imkoniyat bor, siz pul ko'rinishda unga daromad berdingiz, soliqni ushlab qolish imkoniyatingiz bor, lekin u kelib sizga ariza yozyapti, soliqni ushlab qolmagin, men deklaratsiya asosida o'zim topshiraman deyapti, lekin bunday holatda ham siz soliqni ushlab qolishingiz kerak, garchi uning arizasi bo'lsa ham. Faqat ushlab qolish mumkin bo'lmagan holatlardagina undan ariza olib, keyin ushlab qolmasligingiz mumkin. Xabarnoma yuborasiz, bo'ldi. U o'zi keyin soliqni o'zi to'laydi, majburiyat soliq to'lovchining o'zida bo'ladi, soliq agentida bo'lmaydi. Lekin ushlab qolish imkoniyati bo'lsa, albatta siz ushlab qolishingiz kerak soliqni. Shunisiga e'tibor qarating. Juda ko'p holatlarda mana amaliyotda kuzatiladi. O'sha o'zining ishchisi bo'lmagan, ya'ni u bilan mehnat shartnomasi bo'lmagan ishchilarga aksiyalar uyushtiriladi va pul ko'rinishida qandaydir sovg'alar beriladi va u jismoniy shaxs unga ariza yuboradi. Men o'zim deklaratsiya asosida solig'imni to'layman, sen ushlab o'tirmagin solig'ni deydi va shunda soliq to'lovchi uning arizasiga asosan soliqni hisoblamaydi, ushlab qolmaydi, to'liq to'lab beradi. Lekin bu xato hisoblanadi. Soliq tekshiruvi davomida bu narsa aniqlansa, qo'shimcha soliq hisoblanishi mumkin. Chunki uning majburiyati soliq agentini ushlab qolish kerak, imkoniyat bo'ldimi ushlab qolish kerak va budjetga to'lab berish kerak, tinchgina. Shu variant eng yaxshisi. Hatto ayrim tashkilotlarda amaliyotda ko'rdim. O'sha sovg'a sifatida moddiy naf tarzidagi daromad berilgan bo'lsa ham, masalan, aksiya uyushtirilgan, aksiyada g'olib bo'lgan, qaysidir klient g'olib bo'lgan, u mehnat shartnomasi yo'q, bu tashkilot bilan Cobalt mashinasi berilgan. O'sha Cobalt mashinasi berilgan, Cobalt mashinasining qiymatidan daromad solig'i hisoblagan korxona tashkilot va uni o'sha xaridordan olgan, hisob raqamiga tushirtirgan. Hisob raqamiga ham o'sha daromad solig'i, mana shu Cobalt avtomashina uchun daromad solig'i deb tushirgan va uni hisobotda ko'rsatib budjetga to'lab bergan. Bu umuman endi eng mukammal vaziyat. Shunday qilsa hech qanday ko'ngil xotirjam bo'ladi, hech qanaqa soliq majburiyati qo'shimcha yuzaga kelmaydi. Shu joylarga e'tibor qiling. Albatta soliqlarni maksimal tarzda soliq agentlari soliq to'lovchidan ushlab qolish kerak. Ushlab qolishni umuman imkoniyati bo'lmagan taqdirda faqatgina nimaga to'lab bo'lmagan taqdirdagina xabarnoma yuborishi mumkin. Endi mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, xabarnoma bu yerda 23-moddada xabarnoma 1 oy ichida yozma ravishda, ya'ni ma'lum bo'lgan soliq agentiga ma'lum bo'lgan kundan e'tiboran 1 oy ichida yozma ravishda elektron shaklda xabardor qilinishi, yozma yoki elektron shaklda xabardor qilinishi aytilgan. 389-moddada esa soliq davri tugagandan keyin 30 kun ichida deyilyapti. Endi bu yerda mana ikki xil vaziyat yuzaga kelyapti. 380 men shundan bu o'zimning xulosam, agar umumiy holatlar mana bor edi-ku, mana umumiy holatlar qo'shilgan qiymat soliq, foyda solig'i, mana umumiy holatda olganda daromad sizga ma'lum bo'lgandan boshlab 1 oy ichida xabardor qilishingiz kerak. Bu mana qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'iga taalluqli. Agar bu yerda qandaydir shunaqa holatlar yuzaga kelib qolsa, siz
xabardor qilishingiz uchun 1 oylik muddat berilyapti. Lekin jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun o'zi alohida maxsus qismda alohida tartib, ya'ni alohida soliq davri tugagandan keyin 30 kun ichida deb alohida ko'rsatilyaptimi? Demak 30 kun bu yerda hisobga olinadi. Aynan shu davr hisobga olinadi. Shunisiga e'tibor qarating. Endi bu meni fikrim. Yana agar ko'nglingiz juda to'q bo'lmasa, o'sha sizga daromad sentyabr oyida siz o'sha qandaydir aksiya uyushtirdingiz, o'sha sentyabr oyida o'sha xaridorga siz sovg'asini berdingiz. Oktyabr oyigacha, o'sha oktyabr oyining oxirigacha siz bemalol xabarnoma yuborishingiz mumkin. Yoki yil tugasa, 31-dekabr tugasa, keyin o'sha 30 kunlik muddat ichida yanvar oyida ham yuborishingiz mumkin. Yo unisida, yo bunisida yuborishingiz mumkin. Demak, lekin jismoniy shaxsdan olinadigan daromad solig'i bo'yicha gap ketayotganda, mana bu normani tanlaganingiz ma'qulroq bo'ladi. Endi xabarnoma yuborish tartibi qanday bo'ladi? Xabarnoma yuborish tartibi mana May soliq uchish kabinetiga kirsangiz, shu yerda elektron shakllarda mana jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini tanlaysiz va bu yerda to'lov manbaida soliq solinmagan moddiy naf tarzidagi daromadlar olgan jismoniy shaxslar to'g'risida ma'lumotnoma bormi? Xuddi shu ma'lumotnoma shaklini qaysi davrda olgan bo'lsa, o'sha davrga qarab to'ldirishingiz mumkin. Bu yerda asosan shablon shablon to'ldiriladi. Jismoniy shaxslar stiri olinadi, manzillari, to'lov manbaida soliq solinmagan moddiy naf tarzidagi daromadlar, hisoblangan summasi va ushlab qolinmagan soliq summasi. Xuddi shu xabarnomani yuborishingiz mumkin. Mana ma'lumotnomani yuborasiz. Demak, buni mana 3.1 bilan boshlanadigan kod, ya'ni jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ida mana 111.02.5 paketni tanlaysiz. Mana shunday yuborishingiz mumkin. Xabarnoma yuborish tartibi shunaqa. Xo'p, keyingisi hisoblangan, to'langan daromadlarning hisoblab chiqarilgan, ushlab qolingan va budjet tizimiga o'tkazilgan soliqlarning hisobini har bir soliq to'lovchi bo'yicha alohida yuritishi. Har bir soliq to'lovchi bo'yicha alohida yuritish kerak. Ya'ni o'sha ish haqi hisoblaysiz-ku, har bitta xodimingiz bo'yicha alohida hisobni yuritib borishingiz kerak. Ya'ni qaysidir xodim bo'yicha ko'proq soliq to'lab yuborgan bo'lsangiz, keyingisi bilan nima qilish u noto'g'ri. Har bitta xodim alohida hisobga olib borilishi kerak. Xuddi shunday har bitta boshqa qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i bo'yicha agentlik sifatida yuzaga keladigan soliqlar ham xuddi shunday har biri uchun alohida yuritilishi kerak. Soliqlarni to'g'ri hisoblab chiqarilishi, ushlab qolinishi va o'tkazilishi ustidan nazoratni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni soliq organlariga taqdim etish. Soliq nazorati davomida sizdan qandaydir hujjatlar talab qilinsa, demak hujjatlarni yig'ish ham soliq agenti zimmasida. Soliq to'lovchi hech narsa qilmaydi. Soliq to'lovchi keladi, ishni bajaradi, ketadi, bo'ldi. Uni ishni bajargani to'g'risida hujjatlarning to'g'riligi, soliq organi so'rab qolsa, o'sha hujjatlarni taqdim etish ularga u ham soliq agenti zimmasiga yuklatilgan. Soliq hisobotlarining hamda soliqlarni hisoblab chiqarish, ushlab qolish va o'tkazish uchun zarur bo'lgan boshqa hujjatlarning ushbu kodeksning 88-moddasida nazarda tutilgan da'vo muddati mobaynida but saqlanishini ta'minlash shart. Demak, o'sha hujjatlarni, soliq to'lovchilarning hujjatlarini ham xuddi o'zining hujjatlari kabi to'liq saqlash kerak. Ya'ni 88-moddada 3 yillik muddat ko'rsatilgan, shu 3 yillik muddatda to'liq saqlanishi kerak. Endi qonunchilikka muvofiq soliq agentlari zimmasiga yana boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin. Bu o'sha soliq turlari, qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soliqlarini ko'rish paytida yana aniqroq ma'lumot berib o'tamiz. Demak, soliq agentlari bo'yicha shular qisqacha. Endi agar fikr mulohazalaringiz bo'lsa, albatta izohlarda kutamiz. Rahmat, salomat bo'linglar.